Xo'p, Abdurahmon, yana bizga shu ijtimoiy tarmoqlar orqali tushayotgan savollar, keyin o'sha markazlarimizga kelayotgan mijozlarimizdan kelayotgan aktual savollardan biri bu bolalarda shu sluxoprotezlash. Ya'ni eshitish moslamasi bilan sluxoprotezlash afzalmi yoki kahlarning implantatsiya? Ko'pchilik operatsiya yo'li bilan bolam tuzalib ketadi deb shunga harakat qilishadi, bolasini kahlarning implantatsiya o'tkazishga. Ba'zi ota-onalar aksincha, kahlarning implantatsiya bu operatsiyadan qo'rqishadi-da, faqat eshitish moslamasi bilan protezlashga harakat qilishadi. Bu holatda qanday tavsiya bera olasiz bunday ota-onalarga yoki ularning farzandlari uchun qaysi biri afzal? Kahlarning implantatsiyami yoki eshitish moslamasimi? Xo'p, qarang, bu vaziyat bu har bir bolada individual, ya'ni uning eshitish darajasiga qarab belgilanadi. O'zi bilasiz, avvalambor bola eshitish darajasi tekshiriladi, ya'ni KSP, unsiya emissiya, ya'ni yana qo'shimcha sempanometriya, ya'ni hammasi o'tkaziladi. Aniq bitta surdolog yoki o'sha audiolog aniq bitta natija qo'yilganda natijaga ham bog'liq. Ya'ni sensornevral eshitish pastligi bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha nomidan aytib turibdi, eshituv nervi zararlangani hisobida. Bu vaziyatda kahlarning implantatsiyaga shoshilmaydi. Uni ham har xil darajalari bor. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi darajalari bor. Lekin aksariyat hollarda ko'p bolalarda endi tug'ma bo'lgan yoki orttirilgan bo'lganda ham bu 4-chi darajani tashkil qiladi ko'p vaziyatda. Eshitish moslamalari ko'proq foyda berishi bu o'rtacha 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalarda yaxshi foyda beradi. 4-chi darajada bolani yana qolgan qoldiq eshitishiga va uni qanaqa yana shug'ullanishiga hammasiga o'z bu narsa bog'liq. Agar mana 4-chi daraja bo'ldi, misol bolada deylik, eshitish zaifligi, sensornevral eshitish zaifligi, avvalambor birinchi o'rinda yaxshi eshitish markaziga murojaat qilib, yaxshi eshitishni protez uchun mutaxassisga murojaat qilib, to'g'ri keladigan ikkita raqamli texnologiyaga ega bo'lgan eshitish moslamasini olish kerak bo'ladi. Va bu olingandan keyin surdopedagog, ya'ni yoki o'sha surdopedagog topib 6 oy davomida eng kamida shug'ullanish kerak bo'ladi. Agar eshitish moslamasida rezultat, ya'ni foydasi, natija yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bola уже tili chiqadigan bo'lsa, уже o'zgarishlar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ota-onasi o'ylab ko'rsa bo'ladi, eshitish moslamasida qolaymi yoki kahlarning implantatsiya qildiraymi. Agar shu ishlar qilindi, shug'ullandi, eshitish moslamasi olindi, hammasi yaxshi ideal o'tdi, shunda ham bolaga eshitish moslamasi kuchlanishi yetmayapti yoki natija bo'lmayaptimi, o'sha yana bir shifokor bilan maslahatlashib kahlarning implantatsiyasini o'tkazish kerak bo'ladi. Nima sababdan eshitish moslamasi yordam bermadim, kutishdan foyda yo'q. Chunki eng kerakligi bizda qimmatli bu vaqt hisoblanadi. Qancha erta bolani eshitishini tiklash imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu elektron bir moslama orqali bizga shuncha yaxshi natija beradi. Rahmat sizga, Abdurahmon. Ko'rib turganingizdek, bizda akustik jamoamizda o'zi tajribasiz mutaxassis o'zi yo'q, ya'ni shifokorlarimiz ham eshitish moslamasi bo'yicha shug'ullanadigan mutaxassislarimiz ham o'zini maxsus bilimiga va o'zini ko'nikmalariga ega. Agar sizlarda mana shunday savollarga yana javoblar qiziqtirsa, bizni shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga o'z izohlaringizni qoldiring va ko'l markazlarimizga telefon orqali murojaat qiling. Biz sizga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va savollaringizga javob beramiz. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.